Assalomu alaykum. Hop, normativ hujjatlar to'g'risidagi qonun 20-moddadan 60-moddagacha moddalarni qisqartirib chiqqanman. Ya'ni qisqartirib deganda osonlashtirib chiqqanman. E'tibor qilgan bo'lsalaringiz, 20-moddadan boshlangan moddalarni hajmi juda ham katta. Ya'ni hazm qilish uchun qiyinroq, mana 21-22. Shuni qisqaroq, lo'ndaroq qilib, hop, docx formatda, ya'ni Word formatda qilib chiqqanman. Hop, bismillah boshlaymiz. Normativ hujjatlar loyihalarini tayyorlashni tashabbus qilish. Nima degani tashabbus qilish? Normativ hujjatlar loyihalarini tayyorlashni tashabbus qilish degani normativ huquqiy hujjatlar yaratish, ya'ni ma'lum bir sohani tartibga soladigan qonunlar ishlab chiqish taklifini kiritish degani. Qachon kiritilar ekan u taklif? Agarki hozirda mavjud bo'lgan mexanizmlar, tartib taomillar deganda hozirdagi mavjud bo'lgan qonunlar va qonunchilik doirasi orqali o'sha masala hal etish iloji bo'lmasa, ushbu masalani hal etishning iloji bo'lmasa, ya'ni ushbu qonunlarni hal etishga vakolati bo'lmasa, amalga oshiriladi. Ya'ni, ma'lum bir muammoni hozirgi mavjud bo'lgan qonunchilik bilan yechib bo'lmaydimi? Demak, boshqa bir qonunchilik ishlab chiqish kerak. Oson. Jismoniy va yuridik shaxslar bunday loyihalarni tayyorlash to'g'risida tegishli davlat organlariga taklif kiritishga haqlidirlar. Ya'ni tegishli davlat organiga shunaqangi taklif bilan oddiy fuqarolar ham, yuridik shaxslar ham murojaat qilishga haqli. 21-modda normativ huquqiy hujjatlar loyihasini tayyorlash. Loyiha qanaqa tartibda tayyorlanadi? Normativ hujjat loyihasini tayyorlash taklifini ko'rib chiqish, qaror qabul qilish, materiallar va axborot to'plash, tartibga solish, shu barchasi mablag'lar asosini belgilash, matnni tayyorlash, ekspertizadan o'tkazish, tushuntirish xatini yozish bosqichlaridan iborat. Ya'ni qanaqa bosqichlardan iborat ekanligini bittalab yozib chiqqan. Material to'planadi, axborot to'planadi, tartibga solish ta'sirini baholashni o'rganiladi. Hozir biz har bittasini alohida moddada ko'ramiz. Ya'ni ta'sirini baholash, ekspertizadan o'tkazish bosqichlarini bittalab har bitta moddada berib chiqilgan. Shuni kengroq ko'rib chiqamiz. Muhim ijtimoiy yoki iqtisodiy ahamiyatga ega loyihalarni jamoatchilik muhokamasi portalida e'lon qilinib, unga nisbatan fikrlar bildiriladi. Ya'ni ma'lum bir masala bo'yicha qonun ishlab chiqilmoqchi. Bu to'g'risida jamoatchilik muhokamasi, ya'ni xalqni fikr inobatga olinishi uchun portalga e'lon qilinadi va portalga ovozlar yoki fikrlardan xulosa chiqarib ma'lum bir qarorga kelinadi. Loyihalar o'zi asosan davlat tilida tayyorlanar ekan, zarur bo'lgan holatda boshqa tilga tarjima qilib olinadi. Tayyorlash kiritish muddati odatda 2 oydan kam bo'lmasligi lozim. Tayyorlash va kiritish muddati. Normativ huquqiy hujjat loyihasini tayyorlash uchun muddat demak qancha ekan? Eng kamida 2 oy ekan. Eng kamida 2 oy degani, eng kamida 2 oy davomida ko'rib chiqish kerak degani. Qonunlar loyihalarini tayyorlash va kiritish tartibi maxsus qonunlar bilan belgilanadi. Xo'p, ya'ni tayyorlash va kiritish alohida, ya'ni ma'lum bir belgilangan qonunlar bilan belgilanar ekan. Xo'p, davom etamiz. 22-modda normativ hujjat loyihasini tayyorlashni tashkil etish. Xo'p, tayyorlashni tashkil etish degani mana matnni tayyorlash degan joyga to'g'ri keladi desak ham bo'ladi. Xo'p, boshlaymiz. Normativ hujjatlar tayyorlash uchun ishlab chiquvchi ishchi guruh, ya'ni komissiya tuziladi. Ya'ni qonun ma'lum bir eslasangiz kitobda borda 8-yoki 9-sinf kitobda konstitutsiyani ustida ishlash uchun ma'lum bir sondan iborat bo'lgan, aynan siyosat va huquq sohasidagi muhim shaxslar to'planib, ana konstitutsiyani ishlab chiqish uchun o'rtaga qo'yilgan, ya'ni shu bo'limlarga qo'yilgan. Mana shunga o'xshagan qonun ishlab chiqish uchun aynan shu sohaga, bilimga ega bo'lgan shaxslar belgilab qo'yiladi va shulardan komissiya tuziladi. Ishchi guruh tarkibiga davlat organi, ilmiy va boshqa tashkilotlar vakillari, fuqarolar kiritilishi ham mumkin. Ular zarur bilim va tajribaga bo'lishi shart. Ya'ni bu degani masalan, kiberxavfsizlik to'g'risidagi qonun ishlab chiqish uchun faqatgina adabiyot fanidan dars beradigan yoki aynan adabiy yoki siyosiy huquqiy jihatdan bilimga ega bo'lgan shaxslarni, fuqarolarni birlashtirishdan naf bo'lmaydi. Chunki ular kiberxavfsizlik to'g'risida va IT texnologiyalar sohasida juda ham bir mukammal bilimga ega emas. Shu sababdan ham nima qilinadi? Aynan kiberxavfsizlik sohasida yetarlicha bilimga ega bo'lgan mutaxassislardan ham mehmon sifatida yoki yordamchi sifatida yoki guruh komissiya a'zosi sifatida chaqiriladi.
va ularni fikri inobatga olingan holda siyosat va huquq sohasidagi mutaxassislar tomonidan qonun ishlab chiqariladi. Ishlab chiqaruvchi zarur ma'lumot, maslahat, ekspert xulosalarini olishga haqli. Mana hozir aytganimdek, ma'lumotlarni, ekspert xulosalarini barchasini olib chiqadi. Normativ hujjat qabul qilish huquqiga ega organ loyihani tayyorlashni yoki muqobil loyihani ishlab chiqish boshqa organlarga, tashkilotlarga yoki fuqarolarga topshirish hamda tanlov o'tkazishi mumkin. Demak, xuddiki eng mukammal modda yoki shunga o'xshagan qanaqadir tanlov berilishi mumkin. Qaysidir sohani tartibga soluvchi eng mukammal qonun ishlab chiqilishi bo'yicha. Endi bu fantaziya jihatdan aytyapman. Ya'ni tanlov o'tkazishi. Ya'ni shunaqangi tanlovlar bor, bilsangiz, eng yaxshi esse, eng yaxshi insho, shunga o'xshagan. Mana masalan, qonunni tanlov sifatida kirgizilishi qanchalik to'g'ri bilmadim, lekin mana tanlov o'tkazilishi mumkin deyilyapti. Xo'p, tashkilotlarga, fuqarolarga ishlab chiqaruvchi boshqa organga topshirishi mumkin. Ya'ni shu sohada mutaxassis boshqa bironta organ bo'lsa, shu organga biriktirib, aynan uni shu vazifa bo'yicha javobgar sifatida belgilab qo'yishi mumkin. Vazirliklar, idoralar va mahalliy hokimiyat organlarining bu boradagi ishlarini O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi muvofiqlashtiradi. Demak, nima qilar ekan? Normativ hujjatlarni ishlab chiqish bo'yicha, xo'p, vazirlik, idora, mahalliy organlar barchasini ishlarini Adliya vazirligi xo'p tartibga solar ekan. Xo'p, yaxshi. Normativ hujjat loyihasini tayyorlashda qonunchilikning holati qo'llanilishi amaliyotini, jamoatchilik fikrini va xalqaro tajribani o'rganish. 23-modda. Ishlab chiquvchi qonunchilik holatini, amaliyotni, mavjud bo'shliqlar va ziddiyatlarni, ijtimoiy ehtiyojni hamda samaradorligini ta'sir etuvchi omillarni o'rganadi. 23-modda, mana bu moddaning nomidan ham ancha ma'lumot topsa bo'ladi. Modda nima haqida? Normativ hujjat loyihasini tayyorlashda qonunchilikning holatini, qo'llanish amaliyotini, jamoatchilik fikri, shuningdek xalqaro tajribani o'rganish to'g'risida ekan. Xo'p, ishlab chiquvchi qonunchilik holatini, amaliyotni, mavjud bo'shliqlarni va ziddiyatlarni, ijtimoiy ehtiyojni hamda samaradorligini ta'sir etuvchi omillarni o'rganadi. Demak, nimaga o'rganishga muhtojmiz? Bu degani, nima uchun ushbu qonunga muhtojmiz? Mana shu o'rganiladi. Nimaga kerak edi bu qonun? Shu qonunsiz ham yuruvdik-ku. Nima uchun birdaniga shu qonunni ishlab chiqishga bizga ehtiyoj paydo bo'ldi? Mana shu savol o'rtaga qo'yiladi va mana shu har tomonlama o'rganib chiqiladi. Bo'shliqlarni, ziddiyatlarni, amaliyotni, holatni, xo'p, nimaga buni qo'llasa qanaqa bo'ladi? Xalq buni qanday qabul qiladi? Uni qo'llagandan keyin samaradorlik darajasi, ya'ni ma'lum bir muammoga beradigan yechimi qanday bo'ladi? Mana shular har tomonlama qiyosiy tarzda tahlil qilinib, xulosalarga kelinadi va shunga ko'ra mukammal ideal qonun ishlab chiqariladi. U tegishli hujjatlarni xatlovdan o'tkazadi, taklif, maslahat, jamoatchilik fikri, xalqaro tajribani umumlashtiradi. Ilmiy tadqiqot hamda murojaatlardan foydalanib moliyaviy xarajatlarni aniqlaydi. Demak, ushbu qonunni tashkil etish uchun qanaqa xarajatlar bo'ladi va ya'ni ma'lum bir moliyaviy muammolar keltirib chiqarishi mumkinmi? Shunga o'xshagan narsalar o'rganiladi. Ular xalqaro tajribadan o'rganilishi mumkin, ilmiy tadqiqot orqali, takliflar orqali, maslahat, jamoatchilik fikri har qanday tarzda, ya'ni tepadagi amaliyotni amalga oshirishni, qanaqa qilib amalga o'rganishni turini amalga oshirishni mana bu yerda belgilangan narsalarni mana bu tarzda, ya'ni jamoatchilik fikri, xatlov, shunga o'xshagan narsalar orqali aniqlashtirish demak. Qonun loyihalari umumxalq muhokamasiga qo'yilishi, normativ huquqiy hujjatlar esa jamoatchilik yoki mutaxassislar muhokamasiga taqdim etilishi mumkin. Muhokamalardan manfaatdor organlar, fuqarolik jamiyati institutlari, mutaxassis va fuqarolik ishtirok etadi, ya'ni fuqarolar ishtirok etadi. Ular loyihaning matni bilan oldindan tanishtiriladi. Bildirilgan taklif tavsiya xususiyatiga ega bo'lib, takliflar tavsiya xususiyatiga, ya'ni ular kiritayotgan taklif bu tavsiya xususiyatiga ega ishlab chiquvchi tomonidan ko'rib chiqiladi va muhokama materiallari loyihaning kiritish bilan birga taqdim etiladi. Demak, xalqdan olingan jamoatchilik fikri bu faqat tavsiya xususiyatiga ega ekan. U masalan, juda ko'pchilikni ovozi shu bo'yicha kelsa, bu degani o'sha bo'ladi degani emas. Bu tavsiya, ya'ni ma'lum bir xulosaga kelish uchun ushbu organga berilayotgan tavsiya. U xulosani organ chiqaradi, ya'ni nima qilish kerakligi to'g'risidagi xulosani xo'p, jamoatchilik fikridan kelib chiqqan holda organ bir ma'lum bir qarorga keladi. Yaxshi, 24. Normativ hujjatlar loyihalarining jamoatchilik muhokamasi. Jamoatchilik muhokamasi nima ekan? Ishlab chiquvchi normativ hujjat loyihasini uni qabul qiluvchi organga kiritishdan oldin jamoatchilik muhokamasi uchun portalda joylashtiradi. Demak, qarang,
jamoatchilik muhokamasi degani xalq uni ko'rib chiqishi uchun portalga joylashtirar ekan normativ huquqiy hujjatni. Ya'ni xalq ko'rib chiqishi uchun normativ hujjatni portalga joylashtiriladi. Xo'p, muhokama muddati kamida 15 kun bo'lib, demak eng kamida 15 kun muddat ichida 15 kun muddat beriladi va shu muddat ichida xalq u to'g'ri baholashi mumkin, to'g'risida o'zini kommentariyasini bildirishi mumkin, fikrlarini bildirib, izohlarda qoldirishi mumkin. Ishlab chiquvchi uni ijtimoiy munosabatlarni xususiyatdan kelib chiqib belgilaydi. Ya'ni yana shuningdek deyapti, uni ishlab chiquvchi ijtimoiy munosabatlar, ya'ni qanaqangi turda, qancha muddat ichida unga yetarlicha ovoz beriladi va u unga nisbatan xulosaga kelib boriladi. Ya'ni ushbu quyidagi qonun ishlab chiqilgan masala bo'yicha. Bu degani ijtimoiy munosabat degani va o'shanga qarab muddatni uzaytirish mumkin yoki shu boshqa kattaroq, kengroq muddatlarga o'tkazish mumkin. Bildirilgan takliflar tavsiya xususiyatiga ega bo'lib, buni aytdik. Xo'p, muhokama natijalari tegishli vazirliklar va idoralar tomonidan Adliya vazirligiga hamda normativ hujjat qabul qilish huquqiga ega organga kiritiladi. Demak, muhokama natijalari tegishli vazirlik, ya'ni tegishli vazirlik degani kim tomonidan bu so'rov yoki muhokama tayinlandi o'sha organga va idoralar tomonidan o'sha Adliya vazirligiga normativ hujjat qabul qilish huquqiga ega bo'lgan organga kiritiladi. Ya'ni boshqa o'sha adliyaga va normativ hujjatni qabul qilishga ega bo'lgan huquqi bo'lgan organga kiritiladi. Xo'p, 4-inchisi normativ hujjat loyihasini ekspertizadan o'tkazish va kelishish. Bu nima degani? Xo'p, 25-modda normativ hujjat loyihasini ekspertizasi qanaqa bo'ladi? Xo'p, ekspertiza bu normativ hujjat loyihasi huquqiy va korrupsiyaga qarshi ekspertizadan o'tkazilishi majburiy. Demak, ikkita turdagi ekspertizadan o'tkazilishi majburiy ekan. Bular qaysilar? Huquqiy va korrupsiyaga oid. Ikki xil turdagi ekspertizadan o'tkazilishi majburiy. Uni hisobga olib qo'yish kerak. Yaxshi. Xo'p, davom etamiz. Uzr. Xo'sh. Ko'rdik, ya'ni 25-modda normativ hujjat loyihasini ekspertizadan o'tkazish to'g'risida ekan. Bu nima? Bu huquqiy korrupsiyaga qarshi ekspertizadan o'tkazilishi majburiy deyilyapti. Majburiy degani bu nima? Zaruratga ko'ra iqtisodiy, moliyaviy, ilmiy, lingvistik, ekologik yoki boshqa ekspertizalardan ham o'tkazilishi mumkin. Ekspertiza bevosita ishtirok etmagan tashkilotlar va mutaxassislar tomonidan, shu jumladan xorijiy ekspertlar ishtirokida o'tkaziladi. Ekspertlar mustaqil bo'lib, ularni xulosalari tavsiya xarakteriga ega. Ya'ni tepada aytganimizdek, xo'p, jamoatchilik fikri ham tavsiya xarakteriga ega edi, bu ham, ya'ni ekspertning xulosasi ham tavsiya xarakteriga ega. Ishlab chiquvchi yoki vakolatli organ tomonidan ko'rib chiqiladi hamda inobatga olinmagan fikrlar bo'yicha tushuntirishli ma'lumotnoma tuziladi. Yaxshi. Bu qiyin emas. Bu yerdagi eng muhim ikkita joyi. Xo'p, normativ hujjatlar o'tkazilishi majburiy bo'lgan ikkita soha bor, ya'ni ekspertiza o'tkazilishi bilan majburiy bo'lgan ikkita soha bor. Ular qaysi deyilganda, huquqiy va korrupsiyaga qarshi ekspertiza o'tkazilishi majburiy deb qo'yilsa bo'ldi. Normativ hujjat loyihasining huquqiy ekspertizasi. Huquqiy ekspertiza jarayonida normativ hujjat loyihasi konstitutsiya, qonun, yuqorida yuridik kuchga ega hujjatlar va yuridik texnik rasmiylashtirish talablariga muvofiq, shuningdek havola qiluvchi normalarning asosliligi keltirilishi kerak. Ya'ni tekshiriladi, asosliligi tekshiriladi. Bu degani normativ huquqiy hujjatlar asosiysi bizning bosh qonunimiz, konstitutsiyaga va boshqa qonunlarga zid emasligi, ya'ni qonunchiligimizga zid emasligi va unga talablariga muvofiq ekanligi tekshiriladi deyapti. Huquqiy ekspertiza ishlab chiquvchini yoki vakolatli organning yuridik xizmati, Adliya vazirligi bo'lishi mumkin, uni hududiy bo'linmalari va boshqa tashkilotlar tomonidan o'tkaziladi. Demak, ekspertiza kim tomonidan o'tkazilar ekan? Adliya vazirligi yoki boshqa tashkilotlar tomonidan o'tkazilishi mumkin ekan. Savol tushishi mumkin. Xo'p, normativ hujjat huquqiy ekspertizadan qaysi organ o'tkazadi degan savol kelib tushganda, xo'p, uni hududiy bo'linmalari hamda boshqa tashkilotlar tomonidan o'tkaziladi degan javob berilishi kerak. Xo'p, 27. Normativ hujjatlar loyihalarini O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi va uning hududiy bo'linmalari tomonidan huquqiy ekspertizadan o'tkazish.
Yaxshi, Adliya vazirligi normativ hujjatlar loyihalarini huquqiy ekspertizasini ular manfaatdor tashkilotlar bilan kelishilgach va boshqa ekspertizalardan so'ng o'tkazadi. 27. Normativ hujjatlar loyihalarini O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi va uning hududiy bo'linmalari tomonidan huquqiy ekspertizadan o'tkazish. Yani tepada aytib o'tdik, huquqiy ekspertizani kim o'tkazadi? Mana shu ikkita organ o'tkazadi. Adliya vazirligi yoki uni hududiy bo'linmasi, ya'ni viloyatlardagi, tumanlardagi bo'linmalar o'tkazar ekan. Yaxshi, buni tushundik. Endi ular qay tarzda o'tkazadi? Shuni ham kengroq ko'rib chiqarkanmiz. Adliya vazirligi normativ hujjatlar loyihalarining huquqiy ekspertizasini ular manfaatdor tashkilotlar bilan kelishilgach, boshqa ekspertizalardan so'ng o'tkaziladi. Xo'p, ekspertiza korrupsiyaga holatlari, ortiqcha cheklovlar, huquqbuzarlik, shart-sharoitlar mavjudligini hamda qonunchilik kodifikatsiya qilish imkoniyatini aniqlashni o'z ichiga oladi. Demak, ekspertiza nima bo'yicha o'tkaziladi? Xo'p, u orqali vujudga keladigan cheklovlar, huquqbuzarlik, shart-sharoitlar mavjudligi, boshqa qonunchiliklar bilan kolliziya bo'lishi yoki bo'lmasligini qay daraja shu kolliziyaga olib kelishi mumkinligi to'g'risida xulosalarga kelinadi. Qonun loyihalari ularni to'g'ridan-to'g'ri amal qilishi va zid yoki takrorlovchi hujjatlar mavjudligini aniqlash nuqtai nazaridan baholanadi. Ekspertiza yakunida Adliya vazirligi xulosa taqdim etadi. Vazirlik va idoralar hujjatlari bo'yicha ekspertiza Adliya vazirligi mahalliy organlar qarorlari bo'yicha esa uning hududiy bo'linmalari tomonidan amalga oshiriladi. Demak, qarang, vazirlik va idoralar hujjatlari bo'yicha ekspertiza Adliya vazirligi tomonidan o'tkazilar ekan. Mahalliy organlarning qarorlari bo'yicha esa uni hududiy bo'linmalari amalga oshiradi. Bizda bilsak agar, vazirlik va idoralar ham o'sha vazirlik va idoralar normativ hujjat ishlab chiqaradi. Uni ekspertizasi o'tkazish tartibi Adliya vazirligi tomonidan amalga oshiriladi. Agar u mahalliy organlar tomonidan ishlab chiqariladigan bo'lsa, mahalliy organlarning qarorlari bo'yicha uni hududiy bo'linmalari tomonidan amalga oshiriladi. Demak, masalan, viloyat hokimi yo viloyatdagi qaysidir organ normativ hujjat ishlab chiqibdi va shunda ushbu viloyatdagi Adliya vazirligining hududiy bo'linmasi, ya'ni shu Adliya vazirligining hududiy jihatdan, viloyat jihatdan bo'lingan bir qismi nima qiladi? Ekspertizadan o'tkazadi. 28-modda. Xo'p, O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi va uning hududiy bo'linmalari tomonidan normativ hujjatlar loyihalarini huquqiy ekspertizadan hamda vazirliklar va idoralarning normativ huquqiy hujjatlarini davlat ro'yxatidan o'tkazish muddatlari O'zbekiston Respublikasi qonunlari, prezident farmoni va qarorlari, vazirlar mahkamasi qarorlari loyihalari demak, muddatlari haqida gap ketyapti. 28-moddada qancha muddatda ekspertizadan o'tkazish to'g'risida bu yodlanadigan ma'lumot desa ham bo'ladi, agar juda muhim bo'ladigan bo'lsa, ya'ni biz qonunchiligimizda, ya'ni xo'p, DTMda agar test tushadigan bo'lsa, tushishi mumkin, ehtimoli bor, lekin bundan tashlashi ozgina absurd narsa, chunki buni yodlash qiyin. Xo'p, O'zbekiston Respublikasi qonunlari, prezident farmon qaror, vazirlar mahkamasining qarorlari loyihalari Adliya vazirligi tomonidan ular kelib tushgan kundan boshlab 10 kun ichida huquqiy ekspertizadan o'tkaziladi. Demak, prezident farmon qarorlari, vazirlar mahkamasining qarorlari Adliya tomonidan 10 kun ichida ko'rib chiqilishi kerak ekan. Vazirlik va idoralar normativ hujjatlari esa 30 kun ichida ekspertizadan o'tkaziladi. Xo'p, agar qo'shimcha o'rganish talab qilinsa, muddat munosib ravishda 5 kundan 15 kungacha uzaytirilishi mumkin. Adliya vazirligining hududiy bo'linmalariga keladigan bo'lsak, ya'ni xalq deputatlar kengashlari qarorlari loyihalari 2 ish kuni ichida, hokimning qarorlari esa 5 ish kuni ichida xo'p ekspertizadan o'tkazilishi kerak. Shuningdek, boshqa muddatlar ham belgilanishi mumkin qonunchiligimizda. Bu tepada aytilgan standart edi. 29-modda normativ hujjatlar va ular loyihalarining korrupsiyaga qarshi ekspertizasi, ya'ni demak, korrupsiyaga qarshi ekspertiza qay tartibda olib boriladi? O'zi qanaqa tartiblarda ekspertizadan o'tkaziladi degan savol bor. 2 tartibda o'tkaziladi: huquqiy hamda korrupsiyaga qarshi. Normativ hujjatlar va ularning loyihalari korrupsiyaga qarshi ekspertizadan O'zbekiston Respublikasi normativ hujjatlarini va ular loyihalarining korrupsiyaga qarshi ekspertizasi to'g'risidagi qonunga muvofiq tartibda o'tkaziladi. Demak, u uchun alohida qonun mavjud. Xo'p, korrupsiyaga qarshi ekspertizasi to'g'risidagi qonunga muvofiq o'tkaziladi. Agar juda qiziq bo'lsa, ushbu qonunni ko'rsalaringiz bo'ladi, lekin xo'p, O'zbekiston qonunchilik ishida ushbu qonun to'g'risida gap ketmagan. Men nazarda tutganim 35 da DTM belgilab bergan, ya'ni bilim va malakani baholash agentligi BMB tomonidan belgilangan 35 ta qonunchilik ishida bu qonun yo'q. Normativ hujjatlar loyihalarini kelishish qayta tartibda olib boriladi. Normativ huquqiy hujjatlar loyihalarini kelishish nimaligini anglab olaylik. Normativ hujjatlar loyihalarini qabul qiluvchi organga kiritilgunga qadar manfaatdor va zarur hollarda boshqa davlat organi bilan majburiy kelishiladi. Demak, kelishish muddati qonun loyihalari 7 ish kunida kelishib olinadi.
qonun loyihasi bo'lsa, qonun qay holatlarda kiritiladi? Ikkita holatda, referendum orqali yoki o'sha qonunchilik tashabbusi huquqiga ega bo'lgan organlarning qonunchilik tashabbusi orqali qabul qilinadigan o'sha qonunlar orqali 7 ish kunida aynan majburiy kelishlar ekan. Prezident farmon qarorlari, Vazirlar Mahkamasi qarorlari esa 3 ish kunida, vazirlik va idoralarning hujjatlari 5 ish kunida, mahalliy hokimiyat qarorlari esa 3 ish kunida yo'llanadi. Kelishish maxsus elektron tizim orqali amalga oshiriladi. Kelishish tartibi qonunchilik bilan belgilanadi. Yaxshi. 31. Normativ hujjatlar loyihalarining kelishish muddatlari buzganligi uchun javobgarlik mavjud. Normativ hujjatlar loyihasini belgilangan muddatda ko'rib chiqmagan manfaatdor organ rahbari shaxsan javobgar hisoblanadi. Ya'ni belgilangan muddatda ko'rib chiqmadimi, demak javobgarligi mavjud ekan. Loyihalarni o'z vaqtida ko'rib chiqilishi va kelishilishi ustidan nazoratni Vazirlar Mahkamasi amalga oshiradi. Demak, qaysi organ loyihalarni kelishilishi ustidan nazoratni amalga oshiradi degan savol kelib tushadigan bo'lsa, bu Vazirlar Mahkamasi hisoblanadi. Xo'p, davom etamiz. Normativ hujjat loyihasini normativ huquqiy hujjat qabul qilish huquqiga ega bo'lgan organga kiritish. Xo'sh, tayyorlangan normativ hujjat loyihasi davlat tilida bo'ladi. Normativ hujjat qabul qilish huquqiga ega bo'lgan organga kiritiladi. Zarur hollarda boshqa tillarda tarjimasi taqdim etilishi mumkin. Loyiha Adliya vazirligining huquqiy ekspertiza xulosasi va tushuntirish xati bilan birga kiritilishi shart. Xo'p, kiritilishi shart ekan. Qonunchilikda nazarda tutilgan holda loyihaga tartibga solish ta'sirini baholash xulosasi, demak, ushbu chiqarilgan qonunni qanday ta'sir, ya'ni qanaqa oqibatlarga olib kelish to'g'risida xulosasi. Moliyaviy, iqtisodiy hisob-kitob, statistika va boshqa asoslovchi ma'lumotlar ilova qilinadi. Demak, qonun loyihasiga o'rganib chiqilishi kerak edi-yu, moliyaviy jihatdan, ta'siri jihatidan har tomonlama o'rganiladi va o'rganilish natijalari xulosa sifatida ma'lum bir belgilangan hujjatlar orqali ilova qilinar ekan. O'zbekiston Respublikasi qonun loyihasini kiritayotganda ishlab chiquvchi uni amalga oshirilishiga mazmuni va ahamiyatini tushuntirish hamda targ'ib qilish tadbirlari rejasini ilova qiladi. Demak, qonunni mujmal joylarini tushuntirish, ya'ni tushuntirish berilgan hujjatni ham ilova qilish huquqiga ega. O'zbekiston Respublikasi qonun loyihasi boshqa qonunlarni bekor qilishni nazarda tutmasa, xalqaro hujjat va xorijiy qonunchilikni tahliliy qiyosiy jadval va tafsil tahlil bilan ilovasiz ko'rib chiqilmaydi. Demak, hujjatlar aynan ushbu ishlab chiqilayotgan hujjat xorijiy hujjat bilan qiyosiy jadval deganda batafsil tahlili, xorijda qanaqa, O'zbekistonda ishlab chiqilayotgan qanaqa tartibda bir-biri bilan tahlili, qiyosiy tahlili yuzasidan ishlab chiqilingan hujjat ilova qilinmasa, bu ko'rib chiqilmaydi. Agarki bitta holatda ko'rib chiqilishi mumkin, qaysiki ushbu qonun orqali boshqa bir qonunni bekor qilmoqchi bo'lsak. 33. Normativ hujjatlarni qabul qilish qay tartibda olib boriladi? Normativ hujjat ko'rib chiqilgach, vakolatli organ tomonidan davlat tilida qaror qabul qilinadi. Zarur hollarda boshqa tillarga tarjima qilinishi mumkin. Davlat tilidagi matn bilan tarjima o'rtasida tafovut bo'lsa, davlat tilidagi matn kuchga ega hisoblanadi. Qoidalar qonunda aks etgan qonun osti hujjatlar bekor qilinadi. 33. Normativ hujjatni qabul qilish qanaqa bo'ladi? Normativ hujjatlar ko'rib chiqilgach deyapti, vakolatli organ tomonidan davlat tilida qabul qilinadi. Ko'rib chiqildimi? Demak, vakolatli organ ma'qul qabul qiladi. Zarur holda boshqa tilga ham tarjima qilinishi mumkin. Ya'ni muhtojlik bo'lsa, ya'ni chet el bilan qanaqadir aloqasi bo'lsa, tarjima qilinishi mumkin. Davlat tilidagi matn bilan tarjima o'rtasida tafovut bo'lsa, ya'ni farq bo'lsa, davlat tilidagi matn kuchga ega hisoblanadi. Ya'ni qanaqadir farq vujudga keladigan bo'lsa, baribir ham o'sha davlat tilida qanaqa kiritilgan, o'sha ma'noda, o'sha mazmunda olib boriladi. Qoidalar qonunda aks etgan qonun osti hujjatlar bekor qilinadi. Qoidalari qonunda aks etgan qonun osti hujjatlar bekor qilinadi. Mana ushbu qonunda ma'lum bir qoidalar belgilansa va ushbu qoidalar undan oldin qonun osti hujjatlarda belgilangan bo'lsa, ushbu qonun osti hujjatlar bekor bo'ladi va qonun hujjatlari ularni o'rnidan o'z faoliyatini davom ettiraveradi. Mana sizlarga muhim joyi e'tibor qaratish kerak. Demak, ma'lum bir biz yangi qabul qilgan qonunda belgilab qo'yilgan huquq majburiyatlari yoki qanaqadir holatlar qonun osti hujjat bilan alohida tartiblab qo'yilgan bo'lsa, ushbu qonun osti hujjat bekor qilinadi va ushbu bitta qonunni o'zi qonun osti hujjatning o'rnini bosa oladigan darajada bo'lganligi uchun qonun osti hujjat bekor qilinib, qonunni o'zi saqlab qolinadi. Huquqiy eksperiment normativ hujjatning amalini vaqt, hudud yoki shaxslar doirasida cheklangan holda sinab ko'rish jarayonidir. Demak, ma'lum bir qonun ishlab chiqilindi. Xo'p, u ma'lum bir organga yoki ma'lum bir korxona ichida amalga oshirib ko'riladi. Qanaqa ta'sir qilarkin degan savol bilan.
Eksperiment tugagach, hujjatni qo'llash amaliyoti ijobiy va salbiy oqibatlar, xarajatlar hamda daromadlar tahlil qilinadi. Natijaga ko'ra vakolatli organ hujjatni cheklovlarsiz qabul qilishi mumkin. Demak, qonun amalga oshiriladi. Ya'ni demak, pozitiv qabul qilindi, amalga oshiriladi. Qonunchilikni takomillashtirish yoki hujjatni bekor qilish haqida qabul qiladi. Demak, o'sha qonun ustida ozgina ishlash kerak. Ya'ni qaysidir muammolar borki, ular cover to'laqonli qila olmayapti. Shuningdek, hujjatni bekor qilib, o'sha bekor qilish qaror qabul qilishi huquqiga ham ega. Endi shunaqa qilishi mumkin ekan. Xo'p. Yaxshi. Ozgina xo'p, break bilan qolganini ham davom etamiz. 5 minut break olsam maylimi? Shu an ozgina tezlashtirib o'tkazaverasizlar, uzr. Xo'p, uzr, davom etamiz. 35-modda. Tartibga solish ta'sirini baholash qanaqa bo'ladi? Tartibga solish ta'sirini baholash. Bu nima degani? Xo'p, ya'ni ushbu qonun ishlab chiqilindi va ushbu qonun qanchalik ta'sir qilyapti? Ya'ni ushbu qonun ishlab chiqishdan ko'zlangan maqsadga qanchalik erishilyapti? Mana shu narsani baholash nazarda tutiladi. Ya'ni qanchalik samaradorlik bilan faoliyat yuritishi. Xo'p, u tadbirkorlik faoliyati fuqarolarning huquq erkinliklari hamda atrofiga ta'sir ko'rsatuvchi hujjatlar uchun majburiy tarzda o'tkaziladi deyilgan. Xo'p, qonun kuchga kirgandan 5 yil o'tgach, uni samaradorligi va maqsadga erishish darajasini aniqlash uchun tartibga solish ta'sirini baholanish mumkin. Demak, 5 yil o'tdi qonun ishlab chiqilgandan 5 yildan so'ng, xo'p, qani ko'raylikchi, bu qonun ishlab chiqildi, qonun natijasida qanaqangi bir natijaga erishdik degan savol yuzaga keladi. Buni baholaymiz. Ma'lum bir guruh belgilanadi va uni baholash uchun xo'p, tashabbusli guruh ish olib borishni boshlaydi. Bu tashabbusni mas'ul davlat organi yoki Oliy Majlis qo'mitalari ega suradi. Kim baholashni tashkil qilar ekan? Oliy Majlis organi yoki mas'ul davlat organi. Jarayonga fuqarolik jamiyati institutlari va boshqa tashkilotlar ham jalb etilishi mumkin. E'tibor qilamiz, fuqarolik jamiyati institutlarini ham qo'shish mumkin ekan bu jarayonda. Baholash tartibi qonunchilik bilan belgilanadi. Albatta, qonunchilikda belgilab qo'yiladi alohida qilib. Xo'p, 6-bobga keldik. Bu normativ hujjatlarning e'lon qilinishi, kuchga kirishi, xo'p, va amal qilishi. 36-modda. Normativ hujjatning rasmiy matnini tasdiqlash. Rasmiy matnni tasdiqlash kerak ekan. Yaxshi. Kim o'sha normativ hujjatning rasmiy matnini tasdiqlaydi? Xo'p, oldin 1-20-moddagacha ko'rib chiqamiz. Normativ hujjatlar nimaligini bilib chiqdik. Normativ hujjatlarning o'zi ikkiga bo'linadi. Qonun hamda qonun osti hujjatlariga. Xo'p, ularning matni bo'lardi. Matnning har bittasini kim tasdiqlar ekan ishlab chiqilganda. Xo'p, qonunlar bo'yicha prezident tomonidan tasdiqlanar ekan. Qonunchilik palatasining qarorlari bo'yicha spiker tomonidan tasdiqlanar ekan. Qanaqa spiker? Qonunchilik palatasi qarorlarini Qonunchilik palatasining spikeri xo'p tasdiqlar ekan. Senat qarorlarida esa senat raisi. Prezident farmon va qarorlar bo'yicha esa prezident tomonidan amalga oshiriladi. Ya'ni nima amalga oshiriladi? Rasmiy matnni tasdiqlash amalga oshiriladi. Vazirlar Mahkamasi qarorlari bo'yicha esa bosh vazir bosh qotirar ekan. Xo'p, vazirlik idora hujjatlari bo'yicha esa tegishli rahbar tomonidan amalga oshiriladi. Xalq deputatlari kengashi qarorlari bo'yicha esa kengash raisi tomonidan amalga oshiriladi. Hokim qarorlari endi hokim tomonidan tasdiqlanishi aniq. Buni endi yodlab olish kerak yoki ozgina mantiqni ishlatsa ham miyada qoladigan narsa. Vazirlik va idoralar normativ hujjatlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish.
Davlat ro'yxatidan o'tkazish nima degani? Vazirlik va idoralar o'z normativ hujjatlarini qabul qilingandan 10 kun ichida Adliya vazirligi davlat ro'yxatidan o'tkazish kerak. Demak, ma'lum bir vazirlik yoki idora ma'lum bir sohani tartibga solish uchun o'z normativ hujjatini ishlab chiqdi. Ya'ni qabul qilindi va 10 kun ichida u narsani Adliya vazirligini ro'yxatdan o'tkazish kerak ekan. Davlat ro'yxatiga o'tkazilmagan hujjatlar huquqiy kuchga ega emas va huquqiy oqibat keltirmaydi. Demak, u huquqiy oqibat keltirmaydi. Ya'ni ma'lum bir muammo yoki ma'lum bir sohani tartibga solish uchun qonuniy huquqiy ega emas degani. Bunday hujjatlarni amalga kiritgan mansabdor shaxslar ma'muriy javobgarlikka tortiladi. Demak, Adliya vazirligi ro'yxatdan o'tkazilmasdan turib, amalga kiritilyaptimi? Bu javobgarlikka sabab bo'ladi. Davlat ro'yxatidan o'tkazish tartibi qonunchilik bilan belgilanadi. Xo'p, 8. Normativ hujjatlarni e'lon qilishga doir talablar. Normativ hujjatlar faqat rasmiy nashrlarda e'lon qilingandan keyin kuchga kiradi. Rasmiy. Xo'p, shunaqa savol kelishi mumkin. Rasmiy nashr nima yoki normativ hujjatlar qachon kuchga kiradi? Qachonki rasmiy nashrda e'lon qilingandan so'ng. Rasmiy e'lon qilinmagan qonunlar hech kim jazolanmaydi, mulkidan yoki huquqdan mahrum qilinmaydi. Hujjatlar bayon tarzida, ya'ni so'zma-so'z emas, qisqartirilgan shaklda e'lon qilinishi taqiqlanadi. Demak, to'laqonli o'sha e'lon qilinishi zarur. E'lon qilingan hujjatning barcha rekvizitlari, raqami, sanasi, qabul qilingan organ va hokazo ko'rsatiladi. Vazirliklar, idora va mahalliy hokimiyat organlari o'z hujjatlari rasmiy e'lon qilingandan keyin 1 kun ichida o'z veb-saytlarida elektron shaklda joylashi shart bo'ladi. Norasmiy nashrlar va elektron tizimlarda hujjatlar faqat rasmiy manbada e'lon qilingandan so'ng tarqatilishi mumkin. Bunda ularning matni aniq takrorlanishi kerak. E'lon qilish hujjatni qo'llashning majburiy sharti. Hujjatning qo'llashning majburiy sharti. Bu nima? Bu uni e'lon qilinishi hisoblanadi. Xo'p, yaxshi, normativ hujjatlar e'lon qilinadigan rasmiy manba dedik. Ushbu rasmiy manba nima degan savol keladi. Rasmiy manba bu Oliy Majlis Palatasi axborotnomasi, xo'p, qonunchilik to'plami, ya'ni bazasi Xalq so'zi, Narodniy slovo gazetasi, O'zbekiston Respublikasi Qonunchilik va milliy ma'lumotlar bazasi o'zi aytganimdek. Endi Vazirlar Mahkamasi qarori quyidagi rasmiy manbada e'lon qilishi mumkin, ya'ni O'zbekiston Respublikasi hukumat qarorlari to'plami, qonunchilik to'plami, ya'ni o'sha Narodniy slovoda, milliy ma'lumotlar bazasi, barchasida shular desa ham bo'ladi. Normativ hujjatlarning kuchga kirish tartibi qanaqa amalga oshadi? Normativ hujjatlar agar unda boshqacha muddat ko'rsatilmagan bo'lsa, rasmiy e'lon qilingan kundan kuchga kiradi. Demak, qachon e'lon qilindi? Shu kundan boshlab e'lon qilinishi kuchga kirgan hisoblanadi. Tadbirkorlik faoliyati, majburiyatlari yoki javobgarlik choralarini belgilovchi hujjat esa rasmiy e'lon qilingandan kamida 3 oy o'tgach. Nima deyilyapti? 3 oy o'tgandan so'ng e'lon qilinar ekan, kuchga kirar ekan. Demak, ma'lum bir tadbirkorlik, ya'ni biznesga oid ma'lum bir qonun ishlab chiqilyaptimi? Unga vaqt beriladi, chunki bu biznes. Ya'ni, xo'p, o'sha organ yoki tashkilot yoki yuridik shaxs yoki jismoniy shaxs o'zini ushbu qonunga moslab olishi uchun, o'zini moliyaviy sharoitini yoki holatini tayyorlab, to'g'rilab olishi uchun muddat kerak va bu muddat 1 kun ichida amalga oshiriladigan narsa emas. Qonun e'lon qilingandan so'ng 3 oy muddat beriladi va shu ichida o'zini ushbu qonunga moslab, to'g'rilab, xo'p, tayyorlab olishi kerak. Shu sababdan ham 3 oy o'tgach kuchga kiradi. Normativ hujjatning orqaga qaytish kuchi degan tushuncha mavjud. 41-modda normativ hujjatlar orqaga qaytish kuchiga ega emas va u faqat u kuchga kirgandan keyin yuzaga kelgan munosabatlarga tatbiq etiladi. Qanaqa munosabat tatbiq etilar ekan? Kuchga kirgandan so'nggina o'sha ma'lum yuzaga keladigan munosabatlar tatbiq. Qonun faqat uni bevosita ko'rsatilgan hollardagina orqaga tatbiq etilishi mumkin. Ma'lum bir belgilangan holatlarda orqaga qaytish kuchi tatbiq etilishi mumkin. Javobgarlikni kuchaytiruvchi yoki moddiy zarar yetkazuvchi qonunlarga orqaga qaytish kuchi berilmaydi. Demak, javobgarlikka sabab bo'lsa yoki moddiy zarar yetkazadigan bo'lsa, kimgadir shu belgilangan jazosi uchun bu orqaga qaytish kuchiga ega emas, oxirigacha bo'ladi, amalga oshirilishi zarur. Chunki u belgilandi. Xo'p. Makon bo'yicha amal qilishi bu O'zbekiston Respublikasi yuridiksiyasi organining o'sha normativ hujjat makon bo'yicha amal qilishi, uni qabul qilgan organning yuridiksiyasi degani. Xo'p, makon bo'yicha cheklanishi ham mumkin hujjat ma'lum bir joyga amal qiladi, ma'lum joyga amal qilmaydi. Misol uchun, karantin bo'lgan paytda karantinli zonalar boshida ma'lum bir bitta viloyat edi, keyinchalik hammasiga amal qila boshladi. 44-modda normativ hujjat shaxslar doirasida bo'yicha amal qilishi.
Shaxslar degani O'zbekiston Respublikasi fuqarolari, yuridik shaxslar, respublika hududida faoliyat yuritadigan chet el yuridik shaxslari va chet el fuqarolari fuqarolik bo'lmagan shaxslarga tatbiq etiladi. Xalqaro shartnoma boshqa qoidadan belgilanmagan bo'lsa. Demak, mana shu larning barchasiga bu ushbu qonunga amal qilish, ya'ni majburiy hisoblanar ekan. 45. Normativ hujjatni amal qilishni to'xtatib turish va tugatish. To'xtatib turish va tugatish qanaqa amalga oshiriladi? Normativ hujjat yoki uni bir qismi qabul qilingan yoki undan yuqori turuvchi organ tomonidan muayyan muddatga yoki hodisa yuz bergan taqdirda to'xtatib qo'yilishi mumkin. U quyidagi hollarda tugatiladi. Masalan, belgilangan muddat yoki hodisa yuz berganda, Konstitutsiyaga zid yoki haqiqiy emas deb topilganda, o'z kuchini yo'qotgan deb topilganda, bekor qilinganda u to'xtatib turilishi mumkin, tugatilishi mumkin. Prezident favqulodda holat davrida unga zid bo'lgan farmonlari va qarorlar, boshqa hujjatlar amalini to'xtatib turishga haqli. Demak, prezidentga qarshi bo'lgan har qanday farmon, qarorlarning barchasi favqulodda holatda prezident tomonidan bekor qilinish huquqiga ega. Amalga oshirildi. Endi 46. Xo'p. Ilgari qabul qilingan normativ hujjatlarni yangi normativ hujjatlar qabul qilinganligi munosabatidan qayta ko'rib chiqish to'g'risida gaplashamiz. Yangi normativ hujjat qabul qilinganda ilgari qabul qilingan hujjatlarga zarur o'zgartirish va qo'shimchalar kiritiladi hamda yangi normalarga zid, to'liq qamrab olingan yoki huquqiy ahamiyatni yo'qotgan hujjatlar o'z kuchini yo'qotgan deb topiladi. O'z kuchini yo'qotgan deb topilgan hujjatlar ro'yxati normativ hujjatlarining o'zida va zarurat bo'lsa alohida hujjatda keltiriladi. Shuningdek, bunday hujjatlar ishlab chiqilayotgan ularning asosida normativ hujjatlar xatlovdan o'tkazilib, ular bekor qilinish masalasi ko'rib chiqiladi. 47. Normativ hujjatlarning matnlarini tarqatish qanaqa bo'ladi? Xo'p, normativ hujjatlar matnlari erkin foydalanish huquqiga ega, bemalol tarqatish mumkinligini qonunchilik bilan cheklab qo'yilmagan emas. Normativ hujjat ijrosini tashkil etish va ta'minlash tartibi qanaqa amalga oshiriladi? Xo'sh, normativ hujjatlarning ijrosini tashkil etuvchi va ta'minlovchi organ bu Konstitutsiya, qonun, Oliy Majlis, Prezident qarorlari va ijrosini ta'minlaydi. Vazirlik, idora va ularning mansabdor shaxslari o'z vakolatlari doirasida amalga oshirish huquqiga ega hisoblanadi. Mahalliy hokimiyat organlari esa o'z hududida normativ hujjatlarning ijrosini tashkil etib va ta'minlaydi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi normativ hujjatlar ijrosini tashkil etish va ta'minlashga doir vakolatlari. Vazirlar Mahkamasi normativ hujjatlarni o'z vaqtida ijrosini ta'minlash uchun zarur tadbirlar ishlab chiqadi va qarorlar qabul qiladi. Vazirliklar va idoralar faoliyatini muvofiqlashtiradi hamda ularning ijroga doir vakolatlarini belgilaydi. Xo'p, qonunlar va boshqa hujjatlarni ijro etish uchun mas'ul vazirliklar, idoralar va mansabdor shaxslarni aniqlaydi. Hujjatlarning ijrosi ustidan nazoratni amalga oshiradi. Qonunchilikka muvofiq boshqa vakolatlarni ham amalga oshirishi mumkin. 50-modda O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligining normativ hujjatlar ijrosini tashkil etishga doir vakolatlari nimalar? Xo'p, Adliya vazirligi hujjatlarning ijrosi bo'yicha davlat organlariga tushuntirish va yordam beradi. Ijroga doir uslubiy ko'rsatmalar ishlab chiqadi. Ijro monitoringi va tahlilini o'tkazib, muammolarni bartaraf etish bo'yicha takliflarni tayyorlaydi. 51. Vazirliklar va idoralar normativ hujjatlar ijrosini tashkil etish hamda ta'minlashga doir vakolatlari. Xo'p, bular endi to'g'risini aytsam, detalga tushadigan uncha asosiy bir muhim joylari qolmadi. Hozirgacha shular edi. Manfaatli bo'lgan bo'lsa xursandman. Keyingi videolargacha sog', omon bo'ling.